ulgurdi Abdulla Abdullayev. Bugun ancha birinchi bo'lib Husanov ozgina pauza ham ushadi ataylab. Abdullayev endi maqtayotgandik. O'ziga o'zi to'g'rilab oldimi hozir? Oppa, Sayfiyev. Jonathangacha to'p bormasligini o'y pas qilib berdi, kutilmaganda. Shuni to'xtatish kerak. Taqib qildi Ashurmatov. Lekin kombinatsiyani Kanada yaxshi tashkil etdi. Tan olish kerak. Markaz orqali. Yana ochilayotgan futbolchi bor. Bermaslik kerak. Afsus. Osoriya gol uryapmiz. Bu to'xtatgandek edik, hujumni negadir oxirigacha o'ynashmadi. Shu joyda xato ketdi Sayfiyev va bo'shliq paydo bo'lib qoldi. Uchta markaziy himoyachimiz Peldan kelgan bo'ladi. Uzatma. Darvozabon chiqib keldi. Hamrobekov bo'ldi. Mana bu pas Abduvohid joyida. Husanov. Yaxshi Abbos tep o'zing. O'yinda ham variant bor edi. Sayfiyev ochildi. To'g'ri qildi deb o'ylayman. Endi yana o'sha Osoriyomida va bo'ldi. Kutgan hujumimiz qarshi bitta o'zi qolib ketdi. Eldor ajoyib va endi yakunlash shart edi. Burchak zarbasi. Eldor zo'r o'ynab qo'ydi o'sha joyda. Eldor Shomurodov pasni ham, qochishni ham o'z vaqtida amalga oshirdi. Nasrullayev qochirib yubordi ozgina to'pni. Mana takrorlavha. Ovoz. Vaqt keldi. Bitta urib qo'yarmidik burchak zarbasidan. To'p aylandi, lekin qaytarishdi. Imkon bor. Azizbek Omonov to'g'rilab oldi. Zarba yo'llandi O'rozov tomonidan. Mazgavoy shu yerning o'zida qolyapmiz. Hamrobekov, Mazgavoy orqaga endi iloji yo'q. Hamrobekov bo'sh zona, uzatma, rikoshet, to'p qaytarilyapti. Ikkinchi Shu mumkinmi? Ofsayd. Yo'qmi ofsayd? Bor.